Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Abdulaziz va bizni bugungi mehmonimiz men yaqin o'rtog'im Humoyun. Hammaga salom. Xo'p, bugun biz bir-biridan stolimizni ko'rib turibsizlar. Bir-biridan achchiq taomlarimiz, ya'ni snacklarimiz turibdi. Ulardan biri krut test degan narsa ekan. Bu menimcha Rossiyani achchiq taomi bo'lsa kerak, achchiq snack bo'lsa kerak. Xo'p, bunda nimalar bor degan bo'lsa-edi, bunda men yeb ko'rmaganman oldin. Bu yerda hech narsani yeb ko'rmaganman. Xo'p, bunda achchiq qalampirli rasmi bor ekan, shunga qalampirni oldim. Davayno ketgan ekan, shashlik ham bor ekan, aralash ketgan. Davayno shashlik ham bor ekan, bo'ladi. Xo'p, endi ikkinchi taomimiz, buni menimcha ko'pchilik yeb ko'rgan bo'lsa kerak. Men endi yeyapman. Xitoy mahsulot ekan bu ham. Cheetos degan narsa ekan. Buni ham hali yeb ko'rmaganman. Men bu ustida qalampir borligi uchun buni ham oldim do'stlar. Xo'p, keyin bizda yana qanaqa mahsulotlarimiz bor? Bizda ikki xil ramyonimiz bor. Xo'p, bulardan biri men o'zi ramyon uncha yoqtirmayman do'stlar. O'rtoqman shunaqa ramyon achchiqligi yo'q. Xo'p, buni qanaqa tasvirlaysiz do'stim, gapiring. Men ko'raman achchiq, menimcha bu juda ham achchiq bo'lsa kerak. Ko'rinishdan achchiq bo'ladi. Da, ko'rinishdan achchiq ham o'xshyapti. Men bitta xuddi deb yozib qo'ygan. Eng qizig'i bu halol do'stlar. Harom narsalar qo'shilmagan. Xasis sertifikati ham bor. Bundan halol degan sertifikati ham bor ekan. Xo'p, bu ham menimcha achchiq o'xshaydi. Buni ham hali yeb ko'rib, sizlarga o'zimizni fikrimizni aytamiz. Xo'p, keyin yana nimamiz bor ekan? Menimcha buni ko'pchilik yeb ko'rgan bo'lsa kerak. Buni o'rtog'im yeb ko'rgan, achchiq o'rtoq yolmaysan deyapti. Hozir men yeb beraman, ko'rasan o'rtoq. Ko'tarish qiyin lekin. Ya men ko'taraman do'stim, sen menda o'tirasan. Oh my god! Wow! Endi keyingi narsamiz bizda. Xo'p, voy, tutilib ketdi. Endi mana choyga qo'yib qo'yamiz. Bu ham juda ham achchiq deb sochishdi buni. Bilmadim, hali yeb ko'rmaganman. Buni ham yeb o'zimizning fikrimizni aytamiz. Qaysi biridan birinchi boshlaymiz o'rtoq? Boshlab ber endi bittasini. Qaysi biridan birinchi boshlaymiz? Sen bugungi birinchi videoda birinchi mehmonim o'rtog'im. Yeah boy. Xo'p, qaysi biridan boshlaymiz? Ayt o'rtoq, qaysi biri senga sal o'zing Davaynodan boshlab qo'yamiz. Davaynodan boshlaymiz. Ot do'stim. Xo'p. Otchi. Do'stlar, albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Bundan chiroyli videolar qarab chiqishda davom etadi. Biz hali to'xtab qolmaymiz, chunki biz videoni yangi tabii. Uzr, sal hayajon bo'lmoqda. Vay, onasini yesa. 2000 years later. Xo'p, bu ikkita nonni tashkil topgan ekan. Bittasi qora nonga o'xshagan non ekan. Bittasi oq nondan qilingan ekan. Qani yeb ko'ramiz buni. Achchiq emas. Men mana shuni yeb ko'rmoqchiman. Achchiq deb o'ylayapman. Qani yeb ko'ramizmi? Siz boshlab bering birinchi. Bismillah. Xo'p, endi qorasini yeb ko'rib, keyin oxirida o'zimni bag'lamni qo'yaman. Xo'p, qorasini ko'rishga sal qalaroq ekan. Qattiq keyin. Juda ham qattiq ekan. Mana shunga 10 dan necha berasan? 10 dan menimcha bir 4 la bersam kerak, chunki uncha achchiq emas ekan. O'zi necha ball berasan 10 dan? Uni 3 ball bersam kerak. Ya, demak senga ham uncha achchiqlik yoqmagan, to'g'rimi? Uncha achchiqmasda. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, endi bizning keyingi taomimiz bu. Mana shu ramyon yeb ko'rmoqchiman do'stlar. O'zimga juda yaxshi ko'rinyapti. 8:01 p.m. Уже tayyor bo'lib qoldi. Mana bu ramyonimiz. Tayyor bo'lib qoldi. Hozir uni qo'yib qo'ydik. Уже ancha bo'lib qoldi qo'yganlarga. Xo'p, ochinchi jigarim qani? Xo'p, bu yerda yozmagan, qancha qancha turishini yozsa ham tushunmayman baribir. Xo'p, endi Ochganda o'sha hidi bilan o'sha achchiqlikni. Da, o'sha anoni hidi kelyapti. Achchiq qalampir islari. Qalampir hidi kelyapti o'sha. Ochganda o'zi bittadan hidi bilan o'zi. Keyin uni bunday ko'rsada ham bo'ladi. Rangi sal g'alatiroq, o'zimiz roltondan suvi ham g'alatiroq, qanaqadir achchiqdi. Anasini deb turibdi-da, qarabchi. Uni hozir yeb ko'ramiz. Tomorrow. Boshlaymiz do'stlar. Qani. Juda ham issiq bilishinglar uchun do'stlar, mana pari ham chiqib turibdi, sizlar ko'rmayotgan bo'lsangiz.
Bahosini bering endi. Ziyoli birga baho beramiz do'stim. Xudoga soldim karotchi. Shunchaki kulib qo'ydim. Kulib qo'ydim xolos. Normalligini. Ularni bitta ichib ko'ramiz do'stlar. Hali buni xamiri bilan bitta baho bera olmaymiz. Suvi ham juda ham issiq. Ichib ko'ring degan suvni. Suvni o'zi tomib qo'yadi lekin. Suvni o'ziga misol uchun endi o'zbek bizni nomlariga esinglar ham qorinlik как to'yib qoladi, achchiq ham. Baho ber do'stim menga. Necha baho berasan 10 dan misol uchun? Men 9 beraman. Ne shunchalik achchiq tuyuldimi senga? Aytdim, u ko'tarish qiyin emas, o'ta achchiqda. Men yeb ko'rganman, u achchig'i juda kuchli. Do'stlar, men bunga 10 dan 7 ball atrof qo'yaman, chunki juda ham achchiq tuyulmadi, lekin tilim achyapti. Lekin tomoqlarimga tush ma'lumotlarim bunday achimadi hali. Xo'p. Qaysidan boshlaymiz? Keyin endi bitta kireshga bitta aniq. Ya, shunaqa qilsak ham bo'ladi, lekin bitta ham bitta kireshga qilsak ham o'zgarib ketadi. Oching jigar buni ham. Yo, to'xtang. Bir falokat bola chiqdi insonga. Oshishim bir qadaming umuman yo'qman, to'g'ri. O'zimcha boya ko'rdinglar, jigarim ochdi. Qalabar suv ketib qoladi. Sizlarga buni ko'rsatish uchun mana bu yerda qalampir rasmi bor, va orqasida kukuruz rasmi bor. Mana bojamni o'zgartiramiz. Xo'p. Hali ham bering do'stim, tayyorga solmasak buni bo'lmaydi. Xo'p. Hidi ham notanish hid, yangicha hid men uchun. Xo'p, hozir biz Cheetosga baho beramiz do'stlar. Qani, boshlang jigar. Oling. Ko'rishlar uchun mana tak nonga o'xshagan narsa. Hozir ko'ramiz endi achchiq ramyon orqasidan qanaqa ketar ekan. Bittada o'zini ta'm bermas ekan lekin baribir. Bittada bilinmas ekan. Juda bittada bilmadim lekin rostdan ham. Ancha qanaqa shakar qo'shgan unga. Tushunaman. Voy, birinchisidan achchiqroqda bu. Birinchisidan achchiqroq. Birinchi lekin men bu boya yegan mamunimizdan ancha achchiq tuyuldi menga. Men bo'lgan Dvaynidan menga qaraganda bu achchiq tuyuldi. Nu lekin bilmadim do'stlar. Buni yesanglar qanaqadir nonni shakar choyga botirib turib, nonni qotirib qo'yasizlar-ku. Xuddi shunaqa. Nice. Qattam kelyapti-da, bunda to'g'risi. Lekin hatto qanaqadir allambolo, chesnok, piyoz qanaqadir kelib yotibdi-da, qanaqadir bo'lim do'stim. Shunaqa. Shu piyoz qanaqa qanaqadir kelib turibdi. Keyin men buni o'zini yeb ko'rsanglar esa, bitta og'izlaringga solgandan keyin, bitta tishlaysizlar-ku, mana qo'ygandan keyin. Birinchi shirin ta'm keladi-da, keyin ozgina sal achishni boshlaydi. Sen ham shunaqa tuyuldimi yo menga shunaqa tuyuldimi? Ne, xuddi shunday boya aytganimdek, birinchi ishlaganingda shirinroq bo'ladi. Biz balga o'tamiz bo'lmasa? Necha ball berasan 10 dan Cheetosga? Birinchisidan qaraganda bu achchiqroq bo'lgani uchun, ko'rinish uncha achchiq o'xshamadi-yu, lekin ancha achchiqroq ekan. Buni boyaga 10 dan 3 bergan bo'lsam, unga 10 dan 4 beray. Xo'p, samimiy 10 dan 4 bergan bo'lsang, men bunga 10 dan 2 beraman, chunki umuman achchig'i sezilmadi menga to'g'risi. Ramyonning oldida bu anadagi har bir achchiq emasdi, aniqdir. Holva. Tak holvada. Endi qarab shu to'g'rilikda. Xo'p, do'stlar, biz yana ramyonga qarab qoldik, kelishib. Xo'p, bu aytganimdek halol. Buni endi o'rtog'im bir o'zini fikrini bildirsin, qanaqa bu? Buni men ham yeb ko'rmagan, o'rtog'im yeb ko'rmagan. Modelning
Korea deyilgan, endi Koreyada achchiqroq taomlar bo'ladi. Endi sen o'zingni ma'lumotlaringni beradigan ma'lumot. Buni ikkalasini yeb ko'rmaganmiz. Birinchi ramenga qaraganda bu achchiqroq bo'lishyapti-ancha. Biz buni olayotganda magazinning o'zida buni tarjimasini qilib ko'rdik, halollikka haromligini bilish uchun. Buni tarjima qilsak halol bo'ldi va halolligi uchun sotib oldik. Keyin mana bu yerda bilishinglar uchun buni o'zini anosi halol sertifikati ham bor. Mana bu yerda mana yozib qo'yganman. Keyin ana yarasiga olgan sizlarga ko'rsatamiz, ilojini qilamiz. O'rnini pishib ketyapti do'stlar. Xo'p, endi uni ochib tayyorlab ko'ramiz. Sizlarga tayyorlash jonlarini ko'rsatamiz albatta. 1000 years later. Xo'p, mana bu ramenimizni tayyorlab ko'ramiz do'stlar. Hozir buni tayyorlash o'zini retsepi bor ekan. Mana ko'rganingizdek, birinchi aytayapti, suv quyasizlar deyapti. Kamida 3 stakan suv quyasizlar deyapti. Undan keyin suvni ozgina suv to'ktasizlar deyapti-da. Keyin o'zini ikkita mana bunaqa sovuslarni solib turib, mana bunisi anoviga kak pelipraga o'xshagan narsasi ekan. Mana bu o'zini qanaqadir anosi sousi bo'lsa kerak deb o'yladim. Xo'p, uni solib turib 30 soniya, yarim minut qovurar ekanmiz. Past gazda, baland bo'lmasligi kerak, bo'lmasa kuyib ketadi. Xo'p, shunaqa bo'lgandan keyin iste'molga tayyor bo'lar ekan. 3:28 AM. Xo'p, mana do'stlar, 4 daqiqamiz ham o'tdi. Endi biz buni 6 qoshiq suv qo'shing deyilgan. 6 qoshiq suv qoldi bu yoqda. Taxminan 6 qoshiq suv qoldi. Xo'p, o'zini pepravasi bor, o'sha pepravani solamiz bu yoqqa. Mana ko'rishinglar mumkin. Qanaqadir o'zimiz berib bo'lgan o'xshamaydi, qanaqadir g'alatiroq deb bo'ladi. Hop, mana qo'shamiz hammasini. Bu g'alatiroq. Xat men uchun, yangi xatlar bilan uchun. Xo'p, uni bunday qilib menimcha achchiqmasa shu bo'lsa kerak, chunki boyagisi hidi yashiringa o'xshadi. Bu menimcha hidi achchiq narsaga o'xshayapti-da. Mana do'stlar, ko'rishimiz mumkin, hamma narsamiz soldik. O'sha ikkita ingrediyentimiz bor, shularni soldik. Endi biz past olovdan uni 30 soniya nima qilishimiz kerak. Uni aralashtirib turib pishirishimiz kerak. Mana ko'ryapsizlar, o'sha ekan. Mana do'stlar, biz ikkinchi ramyonimiz tayyor bo'ldi. Xo'p. Mana uni anosini ko'rishinglar mumkin. Issiq. Rangini sizlarga alohida video qilib qo'yganmiz. Uni ham videoga qo'shib ketamiz. Uni ham hidi как приятно hid kelyapti. Menimcha ranga hidi yoqyapti. Senga cho'ltoq hidi yoqyaptimi? Sizlar ko'rganda bitta. Achchiqda hidi bo'lishi bilmayapti. Da, hididan achchiqligi bilinyapti. Menga lekin приятныйga o'xshadi. 1000 years later. Mana boshladik jigar. Yegilik. Allah razı olsun. Yo'q, вообще bu anoda bu kutilmagan zarba beradi bu sizlarga borib, Kuchlisi. kuchlisi ekan вообще, ha. Lekin birinchisida qanaqadir приятный bo'ladi-da. Keyin o'sha og'izlarning achishni boshlaydi. Achchiq juda kuchli lekin. Boya nargiraman degan aytdim-ku, maytlarim achishmayapti dedim-ku. Hozir endi mana ramandan keyin o'sha achishyapti. Biz hali suvni ichmadik uni. Birinchi ramen buni oldi xola bo'lib qoldi-da. Ha, birinchi ramen kak buni achchig'i boyagan achchig'idan 10 barobar achchiqroq lekin. Suvni ichib ko'ramiz do'stlar buni. O'zini yosh chiqib ketyapti, siz bilishinglar uchun. 10 minut ichib berasan.
10dan. Bundan kattaroq son qo'yish mumkin bo'lganda 12 ham qo'yib yuborgan bo'lardim. Ben bunga 10dan kamida bir 15 atrof qo'yaman, chunki yegan ramyonlarim ichida juda ham achchiq bu. Rostdan ham yug'ratib yuboradigan Shunaqa rostdan ham bu ramyon qanaqadir mazza qilib yeydigan ramyon ekan. Achchig'i sevuvchi obunachilarimiz uchun juda ham qo'l keladi. Biz suv ichmasak to'g'risi buning orqasidan. Men bu boshida aytdim sizlarga, boya aytganimdek achchiq narsa yemoqchi edik o'zi. Lekin bunaqa achchiq narsa yeymiz deb o'ylamagandim. To'g'risi men bu supi bor, sho'rvasi. Bu короче, shunaqa tovog'i achchiq oldi. Men ramyon hech narsa emas uni oldida. Ramyonni xamiri uncha achchiq emas, lekin suvi shunaqa achchiq do'stlar, вообще. Oldinda kutilmagan zarbadek bo'ldi o'zi. Da shunaqa bo'ldi. Chunki birinchi yeganimda qanaqa ta'm sezdim? Oddiy ramyon-ku degan ta'm keldi-da. Keyin o'sha yeganimdan keyin o'sha achchiqligi bilindi. Hozir ham ma'lumotlarim yonyapti. Xo'p, bunga ballarimizni berib bo'ldik, lekin ramyonni sevuvchi, misol uchun achchiq ramyon yeyman deganlarga ramyonni yeyishni maslahat beraman. Bu ramyonimiz Koreyan ramyoni ekan, Made in Korea deb yozilgandi boya ham. Uni boyagi videoda sizlarga ko'rsatdik, boshlig'ida videoni. Xo'p, taassurotlaring do'stim, qanaqa bo'ldi bu ramyon sani? Misol uchun shunchaga ramyonlaring ichida nechinchi level oladi bu ramyon? Eng kattasini oladi. Eng kattasini oladi. Bu boyagilar qaragandan ancha kuchlisida. Kutilmagan zarar bo'ldi aytyapman, kutilmagan zarar. Shu bitta yedim, qarasam uchtam yo'qdi-da. O'sha ikkinchisini tiqishim bilan og'zimga narigi ramyon o'zini kuchini ko'rsatdi. O'sha ma'lumotlarim yonishni boshladi. Endi ramyon sevuvchilar uchun shunaqa, biz uncha achchiq yemaydigan bolalarmiz. Bilinmayapti menga deb ko'rgan. Menga bilinadi, oshiriq narsa ishlamish. Qo'yib qo'yib. Endi yondir. Xo'p, do'stlar, biz hali ham o'zimizga kela olmayapmiz boyagan achchig'idan. Mana bu narsa suvlarni ichib endi sal o'zimizga keldik. Sut ichdik do'stlar, sut ozgina sal bosdi achchig'ini. Xo'p, buni ko'pchilik yeb ko'rdi, ko'pchilik blogerlarda ko'rdi bu narsani. Bu narsani eshitishim bo'yicha buni yeb turib, danizaga chiqib odamlarni ham ko'rdim. Bilmadim endi bular qanaqa odamlar. Uje men bundan keyin buni achchig'i menimcha bizga fignya holi bo'lib qolsa kerak. Xo'p. Ochib ko'radigan bo'lsak, bu mana bunaqa ishda bo'lar ekan do'stlar, mana. Go'shtlar uchun. Mana korobkasi, bizga korobkasi bittalik foydasi yo'q. Biz o'zini yeb ko'ramiz hozir, mana ochib. Voy, ashyo achchiq bo'lsa kerak bu. Bitta urdi. Dimoqqa bitta urdi. Qalampiri bor-ku, qalampiri shunday hidlaysan, biz burunlaring achib ketadi-yu. Xuddi shunaqa taassurot, burun shunaqa prem achyapti lekin. Ol do'stim. Hop, Bittada ketadi. Buni yeb ko'ramiz, lekin ham achchig'i hali ham ketmadi do'stlar. Lablarim yonyapti, to'g'risi. Qani yeb ko'ramiz, bismillah. Buni sevishlar uchun chesnokka ta'm kelyapti menda, qanaqadir chesnok ta'm kelyapti. Menga lekin chesnok bor deb ayta olmayman, chunki qalampir rasmini qo'yib qo'ygan, juda ham ekstra deyilgan. Kartofельный суп, вкусом тайский перец. Xo'p. Oxirigacha yemayapsan bu, achchiq bo'ldimi senga bu?
O'zing aytgandek ramen holva, lekin o'ziga yarasha achchig'i bor-da, lekinchi. Da, shunaqa o'ziga yarasha achchig'i bor. Shu joyga to'g'ri tushdi. Lekin boya aytdim-ku, uni yeb olib bansiga tushib qolgan, bu kimga ekanman bilmadim. Uncha achchig'i bilinmayapti, lekin bularni oldi deb. Lekin boyagi ikkita chips bilan anodan chipsga o'xshagan narsa edi-ku, o'shandan o'lsa o'liga ortiq yaxshi narsa ekan. Chunki boyagilarda qanaqadir shirinroqdan bunda haqiqiy achchiq tam. Achchig'i ham normada, qarsilashi ham normada. Misol uchun sizlarga aytishim mumkinki, xo'p, Ortiqcha narsa qo'shilmagan, faqat achchiqning o'zi, shakar yoki bir chesnok aralashtirilmagan, faqat qalampir, faqat achchiq narsa bo'lgan bo'ldi. da. Lekin bir marta bo'lsa ham olib yeb ko'rish maslahat beraman, yaxshi narsa ekan. Xo'p, do'stim, menga necha ball beramiz endi? Juda ham achchiq o'xshab tuyulmadi. Boyagi birinchi raundda 10 dan 6 bersak, ramyonlarga qaraganda bularga pastroq ball beriladi. Da. Xo'p, men bunga 5 ball bera qoling menga, chunki buni achchig'i o'z normasida bo'lib o'rtoqim aytgandek achchiq, lekin ikkita narigi snack olib bera olaymi o'rtoq? Bu ularga qaraganda, misol uchun men bu Cheetosga qaraganda juda ham achchiq, Cheetosga qaraganda. Keyin men bu nima edi buning nomi? Двойная крутessa, o'shandan ancha achchiq, lekin bu qanaqadir buni yosh bola yeydigan narsaga o'xshatdi men ikkalasini, chunki achchiq uncha yo'q, lekin buni yosh bolaga olib berish maslahat bermayman. Iloji bo'lsa 7 yoshdan teppa bolalarga olib bersanglar, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman do'stlar. Later. Xo'p do'stlar, mana biz umumiy ballarni berishga qaror qildik. Menimcha men uchun eng achchig'i bularning ichida 5 tasining ichida eng achchig'i menga mana shu ramyon bo'ldi. Juda ham achchiq bo'ldi. Bunga birinchi o'rinni bersam kerak, menimcha ramyonlarimni ichida yeb ko'rgan ramyonlarim ichida. Sen necha ball berasan o'rtog'imga? Nechinchi o'rinni berasan misol uchun? Ikkinchi o'rin beradigan bo'lsam, o'zi birinchi o'rinni bunga senga aytganim mashinga bermoqchi edim. O'ylab qarasa bu undan ancha achchiqroq ekan. Ancha kuchli ekan. Shuning uchun birinchi o'rinni kelishgan holda mashinga beradigan bo'ldik. Bunga birinchi o'rinni beraman, albatta men. Birinchi o'rin. Xo'p, ikkinchi ramyonimdagi men ham achchiq bo'ldi. Men ularga qaraganda bunga ikkinchi o'rinni beraman. Xo'p, sen necha o'rin berasan bunga o'rtoq? Bunga ikkinchi o'rin beraman. Ikkinchi o'rin bersa bo'ladi. Xo'p, mashinga necha ball berasan mega chips? Bu lekin men bilan olti achchiq edi. Men unga taxminan 3-o'rinlar bersam kerak. Shunaqa. Sen? Bunga 3-o'rin beramiz, chunki bu boshqalarga qaraganda ancha kuchlisi. Bularga qaraganda, ikkalasiga qaraganda ancha kuchli. Ham ortiqcha narsa qo'shilmaganda bunga. Shunaqa. Xo'p, bunga 3-o'rinni berdik. Xo'p, menga to'g'risi sal achchiq tuyuldi. Men unga qaraganda, men bunga 4-o'rinni berar ekanman, da uzr, 3-o'rin to'g'rimi? 4-o'rinni beraman. Sen necha o'rin berasan menga? Bu uncha achchiq bo'lmagan uchun to'g'ri beraveramiz. To'g'ri bersanglar. Chunki uncha achchiq narsa emas ekan. Men bu aytganimdek bu bolalar, yosh bolalar narsasi, bunda achchiq narsa umuman sezmadim. Prям shirin narsani ta'mini sezdim. Sen necha o'rin berasan? Necha o'rin berasan menga? Oxirgi o'rin beraman, chunki uncha normal emas, uncha yoqmadi to'g'risini aytsam. Unga ham shirin, ham achchiq. Da, chunki tushunib bo'lmaydigan tam bo'ldi-da, shuning uchun o'shanga menga 5-o'rinni berilgan bo'ldik. Xo'p, mana ko'rib turganinglardek biz 5 xil achchiq blyudolarni yeb ko'rdik. Endi kommentariyada o'z fikrlaring qoldi. 1000 years later. Videomizning so'ngida shuni aytib o'tmoqchimanki, biz 5 xil Xitoy achchiq blyudolarni yeb ko'rdik. To'g'ri, Xitoylik blyudolar ham anasi ko'proq bu yoqda. Qolganlari endi hammamiz yeb ko'rgan blyudolar bo'ldi. Xo'p, videomiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Xayr, salomat bo'linglar, umidlar sog' bo'lsin. Do'stlar, o'zlaringiz asranglar, videoga like bosishni esdan chiqmasin. Hammaga xayr do'stlar. Abdulaziz kanalidan uzoqlashmaydi.